Hazreti İsa ulağa yani temsil bilen mundaq dedi. Erişinin padşahlığı xuddi bir padşahның oğlu üçün tayarlıgan toy ziyafetiga o'xshaydi. Toy kuni padişah ziyofatga taklif qilingan mehmonlarni chaqirish uchun chakorlarni avatibdi. Lekin mehmonlar kelishni xohlamabdi. Buning bilan padişah yana boshqa chakorlarni avatib, ularga, mehmonlarga, qaranglar, ziyofat tayyor bo'ldi. Öküz ve semiz mallar soyuldu. Hamma narsa tayyor. Ziyofatga marhamat dangla deb toplabdi. Biroq mehmonlar ularning so'zini e'tiborga olmay, biri etisiga ketsa, yana biri tijoratga ketibdi. Qolganlari hilqi chakorni tutib olib, qattiq urib o'ldirib yetibdi. G'azabga kelgan podshoh lashkarlarini chiqarib, u qotillarni yo'qotib, ularning shahriga o't qo'yibdi. Ondan chakorlarga to'y ziyofati tayyor. Lekin chaqirilganlar loyiq bo'lib chiqmadi. Endi sizlar yo'l ochanlarga berib, uchratqanligi odamlarning hammasini to'yga taklif qilinglar, debdi. Buning bilan chakorlar yo'l ochanlarga chiqib, yaxshi bo'lamdi, yomon bo'lamdi. Uchratqanligi odamlarning hammasini yig'ibdi. To'y bo'lgan o'rin mehmonlar bilan to'libdi. Padişah mehmonlar bilan ko'rishchilik kelganda, u yerda to'y kiyimi kiygan bir kishini ko'ribdi. Padişah uningdan, "Birodar, to'y kiyimi kiymay bu yerga qanday kirding?" deb so'rabdi. Biroq u kishi hech qanday javob bera olmabdi. Padişah chakorlarga uning put-qo'llarini bog'lab, tashqariga qorong'ulikqa chiqib tashlanglar. U yerga tashlanganlar hasratda yig'lab, kishilarni g'uchurlatadi, debdi. Oxirida Hazreti İsa taklif qilinganlar ko'p, lekin tanlanganlar oz, dedi. Bunun bilan Parislar u yerdan ketib, qanday qilib Hazreti İsa'ni o'z so'zlari bilan tuzoqqa tushirish haqida maslahatlashdi. Ular o'z shogirdlarini Rimdan tayinlangan Herod podshohining tarafdorlari bilan birga Hazreti İsa'ning yeniga avatib, "Ustoz, sizning samimiy odam ekanligingizni, kishilarga Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'rgatib kelganligingizni va hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz. Chunki kishilarning sidqi qiyofati bilan hisoblashmaysiz. Qani, aytib bergaysiz. Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonuniga xilofmi qandoq?" deyishdi. Ularning yomon niyatini bilgan Hazreti İsa, "Hey soxtipazlar, nemishqa meni so'zim orqali ilindirmoqchi bo'lyapsizlar? Boshqa topshiradigan pulinglarni menga ko'rsatinglar-chu", dedi. Ular bir dona kumush tanga akeldi. Hazreti İsa ulardan, "Buning ustidagi surat va ism kimning?" deb so'radi. "Rim imperatori Qaysarning", deb javob berdi ular. "Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar", dedi Hazreti İsa ularga. Ular bu so'zni anglab, hayron bo'lishdi-da, Hazreti İsa'ning yenidan ketib qoldi. Shu kuni o'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan Saduqiy diniy iqimliklar Hazreti İsa'ning oldiga kelib, "Ustoz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi farzand ko'may o'lib ketsa, uning aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga elib, qarindishi uchun nasl qoldirishi lozim deb ta'lim bergan. Burun bu yerda 7 oqquqi bor edi. Cho'ngi o'langandan keyin olamdan o'tdi. Farzand ko'mganlikdan keyindiki inisi yangisini amriga oldi. Biroq umu farzand ko'may olamdan o'tib, ayoli keyindiki inisiga yotliq bo'ldi. Bu ish toki 7-inisigacha davomlashdi. Oxirida u ayolmi olamdan o'tdi. Endi so'raydig'imiz shuki, qiyomat kuni bu ayol 7 oqquqdan qaysisining ayoli bo'lib tiriladi? Chunki uni hammasi amriga olganda." Hazreti İsa ularga bunday javob berdi: "Sizlar muqaddas yozmalarni va Xudoning qudratini bilmaganliginglar uchun xatolisizlar. O'limdan tirilgandan keyin insonlar arshdagi farishtalarga o'xshash xotin olmaydi, erga tegmaydi. O'limdan tirilish masalasi haqida
Xudoning sizlarga degan so'zini o'qimadinglarmi? Ajdodlarimiz İbrahim, İshaq va Yoqublar olli-burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Xudo ularni tirik hisoblab, men İbrahim, İshaq va Yoqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman deydi. Demak, Xudo o'liklarning emas, tiriklarning Xudosidir. Ularni anglagan xalq uning ta'limidan dong ketib kelishdi. Parisiylar Hazreti Aysoning Saduqiylarning og'zini tuvoqlaganligini anglab, bir yerga jam bo'lishdi. Ularning orasidagi bir Tavrat ustozi Hazreti Aysoni sinash maqsadida uningdan: "Ustoz, Tavrat qonunidagi eng muhim amr qaysi?" deb so'radi. Hazreti Ayso uningga mundaq dedi: "Parvardigoring bo'lgan Xudoni bütün qalbin, bütün jining, bütün zehning bilan so'ygin. Oldingi va eng muhim amr mana shu. Uningga o'xshash muhim yana bir amr bo'lsa, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y. Bütün Tavrat qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari bu ikki amrni asos qilgan. Qutquzg'uchi Masihning salohiyati." Parislar to'pishib turganda Hazreti Ayso ulardan: "Qutquzg'uchi Masih to'g'risida nima o'ylayapsizlar? U kimning avlodi?" deb so'radi. "Davud podshoning avlodi" deyishdi ular. Hazreti Ayso mundaq dedi: "Undaqda nima uchun Davud podshoh muqaddas ruhning ilhomi bilan qutquzg'uchi Masihni Xo'jayinim deb ataydi? Davud Zaburda mundaq degan-ku: Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, men sening dushmanlaringni oyog'ing ostida dasatguncha mening o'ng yonimda o'ltirg'in." Qutquzg'uchi Masih podshoh Davudning avlodi bo'lsa-mu, lekin podshoh Davud Masihni Xo'jayinim degan yerda Masih uningdan ulug' bo'lmamdi. Hazrati Aysoga hech kim gap qaytara olmadi. Shu kundan e'tiboran hech kim uningdan savol so'rashga petin olmadi.